Bunaqa hashamatli uy vatandoshlarimizga yoqadi deb o'ylayman. Do'stlar, Parisien жилой kompleksiga kelganmiz. Bu yoqda 4 xonali, 2 уровневый 123 kvadratli uyimizda sotuvga chiqqan. Inshaalloh hammamizning ota-onamizga shunaqa uylarni sovg'a qilish nasib qilsin. Uyimizning obzorini mehmonxonadan boshladik. Ko'rayotganinglardek, bu yoqda ikkita qismga bo'lingan mehmonxonamiz. Bu yoq tarafimizda shunaqa 6 kishilik stol va bu tarafimizda shunaqa chiroyli, mягкий zonamiz o'zini televizorlari bilan. Alohida e'tibor berasizlar, uyimizni tanlangan aksessuar va ranglariga juda ham yoqimli va did bilan qilingan. Keyingi xonamizda shunaqa перегородка bilan bo'lingan. O'zingizlar bitta ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda oshxonamiz joylashyapti. Oshxonamizda hamma kerakli mebel texnikalar jihozlangan. Texnikalarimiz Hoffman. Ayollarimizga menimcha bunaqa oshxona juda ham xush keladi deb o'ylayman. Bu tarafimizda shunaqa 4 kishilik обеденный zona. Birinchi qavatdagi umumiy sanuzelimiz joylashgan. Va oxirgi xonamiz bu yotoqxona. Hamma kerakli jihozlar bilan tayyor jihozlangan. Встроенная гардеробная, двухспальная кровать, televizor va ayollarimiz uchun o'zligini уголок va alohida e'tibor berish kerak, bu xonamizda ikkita oyna. Do'stlar, kelinglar birgalikda ikkinchi etajga ko'tarilib, qolgan xonalarimizni ham ko'rib chiqamiz. Do'stlar, ikkinchi qavatga ham ko'tarildik. Orqamda turgan lyustraga bitta e'tibor berasizlar. Uyimizga yanada ko'proq hashamat qo'shyapti. Bu xonamiz ikkinchi qavatda joylashgan birinchi spalnamiz. O'zingizlar bitta ko'ringlar. Shunaqa svetli оттенкlarda qilingan va ichkarida o'zini sanuzel mavjud. Oxirgi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi, ya'ni master spalna. Shunaqa alohida chiroyli garderobnilar bilan va shunaqa уголок ham ayollarimiz uchun o'rnatilgan. Va xonamizni o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu master spalnamizning ichida albatta o'zini sanuzeli bor. Do'stlar, uyimizni sizlarga yoqdi degan umiddaman. Narxiga keladigan bo'lsak, $300,000 tashkil qilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Baraka qilamiz. Charchamanglar.